Bolumluq tutamның күчі. Abdori Frank Sonnenberg. Siz özünüzni bolumluq adam dep oylamsız. İjabiy roya halat, salamatligingizning başqalar bilan bo'lgan munosabatingizning yaxshilanishiga turtki bo'ladi. Utuq qaznish pursingizni oshirdi. Amaliyat shuki, ko'pincha kishilar har kuni passivlikning iskanjisida yashaydi. Albatta, atrofimdagilarning hammasi passiv kishilar deb voysash oson. Ammo kishilar o'zi xizmat qiladigan shirkat va shaxsiy turmush qarshining ta'sirida nurg'un passivlikni o'zi paydo qilib oladi. Azroq vaqt ajratib, o'ylanib beqing. Күнді pul ustida talash tartish qiladigan, mag'lub bo'lishdan ansirabla yuradigan, boshqalarning qilgan etganlardan og'rinadigan, to'xtamay xatoliklarni tanqidlaydigan, boshqalarning muddasiga ishonmaydigan, mas'uliyatdan qochish uchun boshqalarni ayblaydigan, boshqalarning muvaffaqiyatlariga hasad qiladigan va ushaq-tushak yo'qilan ishlar haqida fitna ig'vo, g'ayvat shikoyat qilish halakchiligida yuradiganlarning qo'rshovida qolganligingizni o'ylang. Ya'ni bundaq kishilarning orasida yashagan kishining kech bo'lganda charchab, holidan ketmasligi mumkinmi? Biz har kuni duch keladigan passivliklarni texmi yaqindan kuzatib boqayli. Talash tartish. Nurg'un talash tartishlar aloqaning yetarlik bo'lmasligi, ochiq yo'riqlikning kamchilligi yoki o'zininkiga qarama-qarshi qimmat qarashlar va prinsiplarni qarqo'yoq chetga qiqishning natijasidir. Kishilar yana o'zining ko'z qarashini boshqalarga tengish yoki qaqshib olish uchunla talash tartish qiladi. Andisha. Başqalar kontrolligini yo'qotishdan ansiraydi. Ular aniqsizlikqa to'lgan bu dunyoda aniqlikqa talpinadi. Garchi ular birinchi bo'lib sizga bu xiyollarni kallasidan chiqara olmaganlikdan, o'zlarining sarang bo'lib qolay deganligini aytadigan bo'lsa-mu, yanada ansirashni o'zlari uchun foydali deb o'ylaydi. Qo'rqinch. Ba'zi kishilar aniqsizlikdan qo'rqadi. Bulg'inish muhitga ziyon yetkazganga o'xshash, qo'rqinch shaxslar va shirkatlar uchun go'yo zahardir. Qo'rqinch kishilarni chekinishga, barcha uchurlarni pinhon tutishga, xatolikni yoshirishga va xatarga tavakkul qilmaslikka undaydi. Ularning qo'rqinchini haqiqiy yoki tasavvur qilingan bir narsa keltirib chiqargan bo'lishidan qat'iy nazar, ularning qo'rqish hissiyotining rost ekanligi aniq. Ayblash. Kishilarni xizmatdoshlari oldida tanqidlash va haqoratlash, ularning iqtidoriga jang e'lon qilish, ulardan bir ishni mumkin bo'lmaydigan qisqa muddatda tamomlashni talab qilish va ularni zarur uchurlardan mahrum qilish qatorliqlar passivlikni paydo qiladigan taktikalardir. Uning ustiga biror ishdan chataq chiqqanda kishilar hamisha boshqalarni ayblaydi. Natijada hamma odam o'zidan hazar qiladigan bo'lib qoladi. Og'rinish. Nurg'un kishilarning hamisha og'rinishidagi sabab hargizmi ularning turmushi yoki ahvolidan norozi ekanligidan emas. Amaliyat shuki, og'rinishga ko'nib qolganlar o'zlarining og'rinayotganligini his qilmaydi. Tinmay og'ring'uchilar zerikkanlikdan yoki so'rindagi jimjitlik sababli shakllangan buruqtumliqni tugutish uchun og'rinadi yoki ba'zida kishilar faqat qaqshib olsalar o'zini sal rohatlab qolgandek his qiladiganligi uchun og'rinadi. Tanqid. Ijobiy taklif bilan zaharxanda tanqidning farqi bor. Ijobiy taklif fikrlar yaxshi niyatda o'tirg'i qo'yiladi. Tinimsiz zaharxanda tanqidlar boshqalarda besim, tashvish shakllantirdi va ularning o'ziga bo'lgan ishonchini tuvallatib. Gumonxo'rlik.
Gumanxorluqning natijasida qanchalik vaqt isrof bo'ldi, qanchalik dushmanlik, adovatlar paydo bo'ldi. Kishilar shuncha ko'p vaqtini asossiz farazlarga, boshqalarning ishlarini kuzatishga, takror tekshirishga ajratishadi. Hasadning cheki nada? Biz nurg'un kishilar o'zining muvaffaqiyatlaridan rozi bo'lmaydigan jamiyatda yashayapmiz. Agar qo'shnimiz yangi o'yinchoq setib olsa, xizmatdashimiz o'stirilsa yoki televiziya cho'lponlari yangi loyihalarni o'ttirg'a qo'ysa, bizningmi uningga erishgimiz keladi. Ammo masala shuki, hayajon tugagandan keyin qanoatsizligimiz yana boshlanadi. Onunğa qurbatimiz yetadigan, yetmaydiganligini, onun intilishga arziydigan, arzimaydiganligini, onunğa ehtiyojimiz bor yo'qligini o'ylashib o'ltirmaymiz. G'ayvat, ya'ni bizning milliy ko'ngil echish faoliyatimiz. Kishilar bir to'pqa sing'ishish, suhbatdagi buruqtumliqni tugitish, o'zlarining ahvoldan xabardor ekanligini isbotlash, birovdan o'ch ilish, boshqalarning yuzini tushirish yoki nuqul o'zini ko'rsatish uchun g'ayvat qilishadi. G'ayvat eg'izdan eg'izga tarqaladigan kasallik. Shundaqla diqqatimizni o'zimizning hayotiga markazlashtirishimizni to'sadigan marazlardan biridir. Bo'lumliq tutam, ya'ni pozitiv attitude bilan texmi yaxshi munosabat, texmi sog'lom badan, texmi zo'r muvaffaqiyat orasida bevosita bog'lanish bor. Bo'lumliq tutam quvvatingizni oshirib, ichki mag'duringizni kuchaytiradi. Boshqalarni ilhomlantiradi va qiyin hislarga taqobil turish jasoratini shakllantiradi. Mayo ambulatoriyasining tadqiqotiga ko'ra, ijobiy tafakkur tushkunlikni azaytib, azob-oqibatni tuvallatib, tarqalishchan zukamga qarshi immunot kuchini oshirib, texmi yaxshi psixika va jismoniy sog'lomlikqa turtki bo'ladi ekan. Yurak, qon tomir kasalliklari bilan o'lish xavfini tuvallatadi ekan. Shundaqla kishilarni qiyinchilik va besimga texmi yaxshi taqobil tura oladigan qiladi ekan. Bo'lumliq tutamga ega bo'lishning bir qancha xil usullari bor. Bo'lumliq kishilar bilan aralashing. Bo'lumliq sizni ilhomlantiradigan va sizga energiya ato qiladigan kishilar bilan birga yuring. Esingizda bo'lsin, agar siz qozonga surkishib yursangiz, uning qarsi cho'qim sizga yo'qidi. Uning o'rniga bo'lumliq odam bilan aralashing. O'zingizga qarta ijobiy bo'ling. Agar siz passiv kishilarning qo'rshavida qilishni xohlamasangiz, boshqalar xohlamdi. O'zingizning o'y fikrlarini boshqarishni o'rganib oling. Masalan, nishoningiz konkretlashganda, siz shu nishonga yetish uchun kerakli tadbirlarni qo'llanishingiz mumkin. Musobaqada utqiningizni, o'stirilganligingizni, mukofotga erishganligingizni yoki tijoratda muvaffaqiyat qozonganligingizni tasavvur qiling. Passiv xiyolingizni tizginlang. Buni tövəndikidək usullarda ro'yobga chiqarish mumkin. Yerim istakan suvni ko'rganingizda, istakanning yerimi quruqkango deyishning o'rniga, helimu yaxshi yerimida suv barkan deyishga odatlaning. Eng yaxshi natijani kuting. O'ttira hol bo'ling. Har qanday narsaga oshqin muomala qilmang. Ya'ni chekidan oshgan darajada umidvor yoki umidsiz bo'lib ketmang. Xatolik hamon yuz berdi. Passivla xatolikning o'zidan o'tgan bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar har bir salbiy oqibat uchun o'zini ayblaydi. Siz bundaqlardan bo'lib qolmang. Аңлы qalda salbiy tafakkurga qarshi turing. Salbiy tafakkurga qarshi har vaqt sagak bo'lib, uningdan saqlaning. Bu sizning ifodangizni yaxshilashingizga yordam berdi. O'zingizga yaxshi muomala qiling. To'limi afsus, ba'zi kishilar o'ziga eng nachar so'zlarni aytadi.
Agar o'zingizni, ya'ni asossiz holda chekidan oshirib tanqidlayversangiz, o'zingizning shundaqligingizga ishonishga boshlaysiz. Vaqtning o'tishiga ergishib, bu xil salbiylik sizni holsirtib etadi. Siz uchun tanqidchini ishdan bo'shatib, madadkorni taklif qiladigan vaqt yetib kelgan bo'lishi mumkin. Real yetkili bo'ladigan nishon belgilang. Agar nishoningizga yetolmaganligingiz uchun kelgusida o'zingizni qachatlab yurmaydigan bo'lsangizlar, yuqori nishon belgilab olishning xatosi yo'q. Moyimi 5 barmoqni biroqli eg'iziga tiqaman deganning o'rniga real nishon belgilab, ularni bir-birlab ishga oshirish orqali ishonch turg'izishdir. So'g'uqqonlik bilan tafakkur qiling. Hayat demak, eng muhim ishlarni oldingi o'ringa qo'yish va tirishchanligingizni shularga markazlashtirish demakdir. Shu vajidan har kun xatolik ko'rilib qoladigan ushaq-tushak ishlar sizni tushkunlashtirib etmasligi kerak. Kichik, ya'ni hech qanday ahamiyati yo'q masalalarni hal qilishni yoki nazardan saqit qilishni o'rganib oling. Cho'ng ishlarga tutish qiladigan payt yetib keldi. Xirisni fursatga aylantiring. Xiris oldida tugishib ketmay, ularni fursatga aylantiring. Ya'ni tamg'a ustiganning o'rniga ya uningga yamishing, ya agib o'tib keting. O'zingizga ato qilingan ne'matlarni sanang. Hayotingizdagi muayyan ishlar uchun minnatdor bo'ling va shukr qiling. Ba'zi kishilar buni tamoq ustilida shukr qilish, kundalik xotir yozish yoki har kuni Facebook'ga alayda bir yozma yo'llash orqali qiladi. Shu narsa esingizda bo'lsinki, hayotdagi eng katta boyliqlar moddiy bo'lmaydi. Har fursatdan foydalanib, go'zal aslama qoldirishga tirishing. Agar siz xushalliqqa, texmi sog'lom badanga, texmi kuchlik munosabatga va sijil muvaffaqiyatga erishishni o'ylasangiz, aynak qarsingizli kifoya. Eng baxtli kishilarning hamma narsaning eng yaxshisiga erishgan kishilar bo'lishi natayin. Ular faqat o'zida bor bo'lgan narsalardan eng yaxshi foydalangan kishilardir. Stakanning yarmida suv borligini ko'rdingizmi yoki uning yarmi quruq ekanligini? Haqiqiy xushallik sizning dunyoga qanday qaraydiganligingizga va kimdan ilhom izlayotganligingizga bog'liq bo'lishi mumkin. İngilizceden tərcüm qılğıcı Ənvər Qarqurum. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 10-cu sanıdan elindi.